Yana bitta ishimizni o'z nihoyasiga yetkazdirdik. Buvayda tumani Alimergan qishlog'idagi ishimiz 7 ish kunida bitti. O'zi 8 kun ketdi. Orada bir kun yomg'ir yog'ib to'xtadik. Obetga ketgan taxta mahsulotlarimiz 110 ta 3.2 ga 13,5 lik strabiladan 110 ta ketdi. 600 metr reyka ketdi. Shiferda 235 ta qo'qon shiferdan ishlatdik zavodnikini. Ola-bularga e'tibor bermaysizlar. Bular ham yangi shifer, ho'l. Qurisa bir xil bo'lib ketadi. Uyimizning razmeri 21 metrga 9 metr. Darvozaxonalar 5 metrga 10 metr. Ikkita shunaqada. Narx-navosini so'raganlar mana shu narsalardan kelib chiqib, o'zlaringdagi material narxlari bilan solishtirib, pulini chiqarib olasizlar. Bizdagi narx bilan sizlarning narx bir-biriga mos kelmasligi mumkin. Xudo xolasa chiroyli bo'lib bitdi. Shiferning choklarini shamolga teskari qilib qoqildi. Xudo xolasa shamol kelsa ham choki teskari shamolga. Bu yoqdan shamol keladi, bu yoqqa qarab. Orqada bitta 3 burchak tashab berdik. Bochka tomni ichiga kirgani shunaqa joy tashib berdik orqa tarafdan. Orqa tarafga ozgina sliv burib qo'ydik, lekin qo'yilmadi. Uydagilar shuni xohladi. Biz qo'yib beraylik dedik. Kerak emas, agar bo'ladi, agar tushib turaveradi. Qo'shni taraflarga sliv qo'yib, suvlarni olib chiqib tashladi. Mana bunaqangi simlar tortildi. To'rli simlar 2,5-3 metrda qator ketgan. Xudo xolasa shamol uchirib ketmasligi uchun sabab. Strabilarni shunday aylantirib, tortib qo'yildi. Shunaqa qilib aylantirib hamma joyini. Hovlidan ko'rinishi mana. Bu bitta darvozaxona, bu bitta darvozaxona. Bu o'rtada anaqasi bo'lsa bo'ladigan qilib pot tashab qo'yishibdi. Ikkita xo'jalik yashasa bo'ladi. Ko'cha tarafdan ko'rinishi bu. Agar tarafdan ko'rinishi bu. Bitta o'rtaga 3 burchak tashab berdik. Bochka, yonkis, tomga bu narsa chiqib tushgani. Albatta bir 4 metrcha sliv tashab berdik. Yo'lay bor ekan, eshik bor ekan. Shuning ustiga suv tushmasin deb bu yog'iga qo'yilmadi sliv. Agar tushib turaversin deyishdi. Bizning keyingi manzilimiz ham xuddi shu uyda ikkinchi o'g'liga qurilgan joyi bor. O'sha yerga o'tib ketamiz bugun. Bizni kuzatib turinglar. Ish yoqqan bo'lsa like bosib turinglar.